Oktagon yaxshi, Oktagon translyatsiyasi zo'r, yo gap so'z yo'q. Oktagon liga necha yildan beri turnir qiladi. Mana shu sir bo'lmaydi, men aytaman, gonorar o'zi bir 70 ming, 80 ming dollar olib ketdi sportchilarga. Qolgan ligalar hammasi bet bilan ishlayapti-ku. Bet to'lab beryapti. Biz hech qanaqa bet berayotganimiz yo'q. Mekerlar reklama qilayotganimiz yo'q. Nima uchun o'zimizning qadriyatimizdan ushlagan holatda liga xalq o'ylab bu ligani tashkil qilganmiz. Bu liga sportchilarni o'ylab tashkil qilganmiz. Rivojlanish uchun tashkil qilganmiz. Bu yerda misol uchun biz boyib ketishimiz uchun yoki qanaqa biznes uchun emas. Sport o'zi bizga shunaqa tarbiya berish kerakki, hayotda yashashni, yiqilishni, turishni o'rgatish kerak sport. Ba'zi birlar ham noto'g'ri yondashib qo'yadi. Sport orqali ham bayronni ko'tarasiz, buni ham tartib va intizomi bor ko'tarishda. Media arena shou, professionalizm, professional boyslar bilan biz har tomonlama qilmoqchimiz. Xudo xolasa so'z beraman, keyingi translyatsiyalarimiz zo'r bo'ladi. Hech qanaqa uzilmasdan bemalol ko'rishinglarni xudo xolasa ta'minlaymiz. Oktagon yaxshi, Oktagon translyatsiyasi zo'r, yo gap so'z yo'q. Oktagon liga necha yildan beri turnir qiladi. Mana shu sir bo'lmaydi, men aytaman, gonorar o'zi bir 70 ming, 80 ming dollar olib ketdi sportchilarga. Qolgan ligalar hammasi bet bilan ishlayapti-ku. Bet to'lab beryapti. Biz hech qanaqa bet berayotganimiz yo'q. Mekerlar reklama qilayotganimiz yo'q. Nima uchun o'zimizning qadriyatimizdan ushlagan holatda liga xalq o'ylab bu ligani tashkil qilganmiz. Bu liga sportchilarni o'ylab tashkil qilganmiz. Rivojlanish uchun tashkil qilganmiz. Bu yerda misol uchun biz boyib ketishimiz uchun yoki qanaqa biznes uchun emas. Sport o'zi bizga shunaqa tarbiya berish kerakki, hayotda yashashni, yiqilishni, turishni o'rgatish kerak sport. Ba'zi birlar ham noto'g'ri yondashib qo'yadi. Sport orqali ham bayronni ko'tarasiz, buni ham tartib va intizomi bor ko'tarishda. Media arena shou, professionalizm, professional boyslar bilan biz har tomonlama qilmoqchimiz. Xudo xolasa so'z beraman, keyingi translyatsiyalarimiz zo'r bo'ladi. Hech qanaqa uzilmasdan bemalol ko'rishinglarni xudo xolasa ta'minlaymiz.